Vitrda bir rakat o'qiydigan ahmoqlar chiqib qoldi. Nima emish? Vitr degan so'zni nomini bilib olibdi, dumbilni. Ma'chiq qattiq gapirayotgan sababi odam g'ashib ketadi-da. Bularga shuni gapirmasdan bu. Chetda o'tiribdi, hozir shukr deganlarga nima dedikin kelgan o'tirib chetda. Vitr degani toq degani-da bu. Bir toqni bir rakat o'qisa ham bo'laveradi. Nima din nima? Katta xolingni dinimi sanlar? Karvon saroymi? Xollagan yiqilaveradi. Shuncha bitta yurtmi? O'zbekiston 36 million odam bo'ladigan bo'lsa, shuncha yurtda yashab turgan shuncha ahli ilmlar, olimlar, muftiyotda bilasizlar, fatvo bo'limi bor. Bir ochiqdan aytganda bor, viloyatdagi mullalarni yig'ib kelsa bor, ulardan zo'r o'sha yerda ishlaydi. 10 ta 12 ta bolalar bor, o'sha yerda o'tiradi fatvo bo'limida. Kitoblarni vagon o'qib tashlagan bolalar o'tirib o'sha joyda. Tasavvur qiling, dinning mutaxassislari, hadisda, Qur'onda mutaxassislari o'tirib o'sha joyda. Fatvo beradi, ma'lum to'g'ri, ma'lum noto'g'ri deb o'tirish uchun bitta masalaga javob berish uchun 50 tadan oshiq kitoblarni ko'rgan bolalar o'tiribdi. Tasavvur qilyapsiz. Vaholanki o'sha kitoblarni yozgan ulamolar gapirmagan gapni bugun bolalar chiqib gapiryapti. Ko'zni oching yoshlar ko'zni oching. Bu iymonsiz musulmonlarning dushmanlari bugun musulmonlarni parchalamoqchi. Birinchi mustaqillikni boshida vahobilar kirib kelgan masalan, keyin hizbutlar kirib kelgan, keyin akromiylar chiqqan, keyin Turkiyadan nurchilar kelgan. Keyin shuna bo'lib soxta tariqatchilar chiqdi. Qazo namozlarni o'qimasa ham bo'laveradi. Tahajjud o'qishlik farz. Nima? Kishiga zamasga qilgan imomning orqasidan namoz o'qimaydi. Sen kimsan o'zi? Nimaga kishiga zamasga qilgan imomning orqasidan namoz o'qimaysan? Qayerda bor ekan bu gap? Qayerda bor bu gap? Ha, men oldin implant tish qo'yishlar bo'lmagan, to'g'rimi? Rezbali tish qo'yishlar bo'lmagan. Xo'p, bitta tish qo'yish uchun oddiy qilib tushuntirib bering. Bitta tish qo'yish iloji ikkita tishni kiyizadi, to'g'rimi? Kiyizib qo'ygan. Shu ikkita yonidagi plomba deydi. Qo'yadi, soqchiga kiyizadi. Shunga emish ixtilof bo'lmasmish. Bilmasin. O ayollarni ashi kiyib paypallarni bor-ku. Shunga mastortor deyishyapti hozir. Shuning yoshlar men ko'p aytyapman. Shularning muxlislari bo'lsa, ana deydi, ko'ryapsanmi deydi, buni ko'rolmaydi deydi. Sen eshitgan men nimasini ko'rolmayman? Sog'liq Samarqandning nimasini ko'raman? Men ko'rolmaydigan nimasi bor men oshiq joyim? Nimasi? Sog'liq Samarqandning vahobiy desa, joni chiqyapti ba'zi yoshlar. Vahobiy nima deysiz? Mahmud Abdulmo'min hizbut bir 10 ketasi yo'q. Abdulloh Zufar degan tomiga jinni bor. Undan boshqa yer yuzida hamma kofir uning uchun. Kimni kofir deydi? Ehtiyot bo'ling. Agar qalbida iymoni bor degan odamni kofir desangiz, o'rningizga o'zingiz kofir bo'lasiz, xotiningizga taloq tushadi. Bilib oling. Musulmonni kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi. Mushrik yahudi degan. Mana o'sha ma'lumotli masjidga kimga yaqin xizmat qildi, o'sha yerda bir ma'ruza qilgan edi. Yoshlar bitta chiqib qoldi, paydo bo'lib qoldi. Bizdan zo'r bo'lgan o'sha payg'ambarimiz alayhissalomni sahobalarni ko'rib, Rasululloh qanday namoz o'qiganlarini so'rab, bilib, din o'rganib, bizga mazhabda turgan Imom Azam tobiinlar, sahobalarni ko'rgan. Hatto Imom Azam bu yerda aytmaganlar, Imom Azam o'zlari eshitadigan qilib, yonlaringizda eshitmaydigan qilib, baqirmasdan maxfiy qilib omin deb aytinglar deganlar. Desa, mana yahudiylar omindan qo'rqadi. Bular ham mana yahudi bo'lganligi uchun omin aytma deyapti. Kim o'sha yerda shu fikrga qo'shilgan bo'lsa, shu gapni kim aytgan bo'lsa, o'zlari Xudoning nazdida yahudi bo'lib o'shadi. Men yahudi emasman-da. Men musulmonman. Men vahobiy emasman, men hizbut emasman. Men mushrik emasman, kofirman, men musulmonman.
o'sha arabchasiga o'zbekcha tarjima qilib guvohlik beraman Allohdan boshqa iloh yo'q va guvohlik beraman albatta Muhammad alayhissalom Allohning